Qalaysan? Keldimmi? Yana chekib o'tir. Qurt yeysanmi? Bemalol. Yangi chiqibdi. Nomini qara, archa qurt. Qarang, Sen kecha yig'ilishda 3-4 ta sinfdoshlarni xafa qilib qo'yding, bildingmi? Jinni gaplaring bilan. O'zi shunaqa bo'lish kerak edi. Bunaqa bo'lmasligi kerak edi. Hammani sanikidagi sharoiti yo'q. Hamma sandagi qimmat kiyim kiyib, qimmat mashina minmaydi. Uni aybi ham emas aslida. San 3-4 ta soxtasini boylaringga o'xshamaydi ular. Qarang, takrasan bor, bitta gap bor-da, aytaymi? Narvonni bilasan-a? Narvonning yuqori pog'onasi past pog'onasiga qarab sanadir ekan. Daraja menikidan ancha pastdir ekan. Odamlar loy oyog'ini artib menga ko'tarilardir ekan. Oradan vaqtlar o'tibdi. Narvonning egasi kelib, narvonni teskariga aylantirib qo'yibdi. Xulosa shuki, jigar, sen sinfdoshdan любой joyda qo'llashing kerak. 3-4 ta o'zingga o'xshagan soxta boylar emas. Sani ular hozirgi paytingda emas. O, birinchi sinfda yarimta nonni eslaysan-a? Yarimta nonni orasiga kalbasa bilan bakalashkaga sovuq choy damlab kelgan kuningdan beri taniydi. Ularga unaqa kibrli qilib boylik qilmagin. Ularni любой joyda qo'llagin. Ular seni по-любому sinfdoshing. Yaxshi yomon kuningda ham yoningda turadi oxirgacha. Tushundingmi? Boyvachcha. Sovqot ketdimi? O'tir.